Arzu uchun tirishayotgan Jag'istayli qo'shni ayollarninki 11 kunlik vlogini olib keldim. Juma necha kun bo'lib qoldi bek oldirchilikda sizlarga vlogni tatib beramidim. Boshdan oxiri to'liq ko'rib jurak bilsin unutib qolmanglarmisa. Yo'lishim ikkimizning qo'shni ekanligini bilmaydiganlar bor ekan Juma. Men 7 yoshlarga kirgan mezgilda mush yo'lishim bor ko'chaga biz ko'chib kelib, mishada aksingildek o'ynab cho'ng bo'lgan. Endi qanday bo'lib muhabbatlashib qoldik desanglar. Hammasini shu taqdirga bog'lab qo'yaylik debsi, Allohga qasam kasrayni Allohimiz bor desanglar ayrim so'zlab berayjimi. Shunday qilib mana bugun Jag'istayda qilgan garimlarim bir qadar jiqda, hammasini aytgan qilgan garimga shu oqshom shen qilib qolgan. Atgan do'kon kiyiblam xaridorlar kirim qilishni boshlayaptim. Mening shu uslubimda mishda chiroyli suzuk kirimlarga ehtiyojim bo'lib qolsa, yana davomli oldin zakaz qilsanglar bo'ldi-jumi. Chiqib kirimlarni mishda chiroyli qilib yetib ketaman degandek. Shu kirimlarni bir-bir qilib tugitayotganiga soat qarsam, 3-4 bo'lib degandiq yo'lishim soat 5 da qaraydi kalga tushib, buni yordamish biray o'z yolg'iz yetish bo'lmaydi deb men mangdim. Şunun bilan mana bu yerga keldim, kalla bilan muzeylardan bir-bir ko'rishib olgandan keyin mana xizmatga tushib oldik-jumi. Bu malla qaraverib bularning xil mehri tushib qoldimi, menga ish qilmishda turib birda, bularni menga bir xil amroq, men bularga bir xil amroq degandek. Endi o'zimizning kasbimiz shu bo'lgan kimishlar mehr bermay qanday qilamiz ama Bayqush yo'lishim biz yo'q serib ketibdi biz kelgan chiroylarga kulgisi yugurib mana o'ynashib ketadi. Daq mollarimizga qarab qilayotgandan keyin men kun isib ketdi o'zinglar bilsizlar yo'lda chidamay qolgan bu to'rdan kontiya sag'izib qo'ysam o kapdi. Anan keyin men u zotining kirgan vaqtda o'zim kerakli bo'lgan mana bir narsani olgandim. Balam tomoq yemashda tutilib qolibdi ekan, to'xshamashda juda maqtab ketganda qarsam buni mabaqdim, yaxshi qazlarga tavsiya qilaman degandek. Miyalarni bo'ron shamol chiqaverib miyalarni to'pchab olib ketdim. Orliqda men balam qiz yemadi dedi, shu asraning 4 xil tamni chiqgan men qizni avog'andim. Mushundan pishirib beray deb qilib Buni burunmi yegan tuqish qilib ajoyib pezdiga tammi boshqa qizlar qat'iy o'xshamaydi jumunna xilim to'g'ri go'sht yegandek xilim yeysizlar. Mavolqi ochiqdan, zirdan, ko'ktatdan, anan keyin asl tamda to'tqildan bo'ldi. Meni eng yaxshi ko'rganim shu asl tamni bekarek yaxshi ko'rmagan juma. Isib qo'yman shu yerda ilib sizlar yeb baqsanglar bo'ldi. Haqiqatan bek peyza. Ha, qilinga. Qanaqa peyzimga? Mana shunday qilib 12-kunligim o'lishib oldik-juma. Yana sahar 5 deblam qopib mana bir qo'lma o'ylarimdan tozalab, malla qarab, ma balam mush qilib jana shunda asqatidi bu aqlliqli balamning. Miyada aeroplanga uchib turadi degandek. Shuni po'xtazlayildi, po'xtazlab kundim shu po'xni tozamsaq kallar men to'shtirib etdi. Mishari ang tashkildamdi. Hamma narsani o'zi chiqchapasim bo'ldi, raytim bo'ldi degandek. Shuningdek bir yem tugab degan yem tatimizda mana miyada yem tatish ishlari yuz beryapti. Shumi bo'lay debdi men bir tomqimni deb yinib kelsam, uyda go'sht yo'q danglar. Endi go'sht yo'q kelib qarablamot tag'il bo'lmaydi ekan, men asraning men asl tamni qiz bilan lam etaychi deb aytgandim. Mana bu bo'ldi kejima. Ana ximiz urush o'lgamaydim qarsam yana tayya mendan cho'p batgan yo'ldashim shundan pishirib o'zim go'shtimlaychi deb yo'ldashim men pishirmadim. Mana o'zimga guruchtimdim ish qilib kunni guruch yesam zerikmayman shunda yaxshi ko'rmay bu guruchni Kashmi kirdijimi mal qarashni yana boshlayapti. Bugun kechda men yo'ldosh uyga chiqib qo'ymoqchi, chunki uning atsi atgan qilgan kirimlarim bor. Atsi atganda mallar qarab yetib chiqib qolsam, ulgamayman emasman. Shunga bugun lam chiqatmoqchi, mallar qarab men o'rinlashtirib yetib mana uyga mangdiq. Yana davomli meda so'zlarni yezib, yurak besib, qilib qo'yishni unutib qolmanglar. Savollar bo'lsa ayrim hollarda yoki eng kasraylar so'rasanglar bo'ldi. Unda qolsa atik vlogimni ko'rishaylik.